hozir sizlarga bir nima ko'rsataman. Somsa. Birov bilan birgalashib qilgandik somsa. Bizada jo'ra dugona degan narsa bo'ladi. Jo'ralarni xotinlar bir-biriga dugona bo'ladi. Shular bilan boshqa bir jo'rasi usta tushirgan ekan uyiga. Shularga somsa qilgandik. Bizlar xorma bor bu degan narsasiga somsa qilgandik. Ozrog'i kalla tashladi tandirdan. Shuni duxovkaga pishirib qolganini, ya'ni shu kalla tashlaganlarning qolganini dugonam berib yuboribdi menga. Ko'nglim bo'lmadi, qo'yavering desam ham mana bu betib qolgan. Kul cho'qqa tushib shunaqa bo'lib qolgan bular. Mana berib yuboribdi bechora. Qo'yavering desam ham ko'nglim bo'lmadi deb tandirdan tushirib qo'ydim deb pishirib berib yuboribdi. Endi buni yaxshiroq joylarni yeymiz. Shirin bo'lgan lekin. Shuning ustasiga xorma borga borish uchun ovqat qilgandik. Bir mahalini ko'tarishimiz kerak-ku. Bu narsa qilib